Yaxshi, yo'lni hayron qolarliq tezlikda maqding. Sen mukofotlashga loyiq. Bo'ldi, to'xta. Ozroq orom og'och, bir vaqt tomoq yeb olaylik. Qani to'xtag'in. Qani ya. Och emasmiding? Sen meni eshak hikoyasining davomini aytib ber demakchi-ku. İkisi hali qabristonlikqa yetib kelgan chaqda Uzayr Allohning qudratidan ajablangan holda Alloh bu o'liklarni keyin qandoq tirildirdigando debdi. Bu jumla oxirlashib bo'g'icha u o'z o'rniga yiqilib o'lib qopti. Uning eshkimi shu vaqtda o'libdi. Sen Uzayrning yo'qolib ketganlik xabarini angladingmi? Ha. Uning tunigun kechdan beri qaytib kelmaganligini angladim. Ehtimal o ba'zi yomon kishilarga uchrab qolgan bo'lsa, ular uningga zulm qilib o'ldirib etgan o'xshaydi. Uning o'g'irlari yarg'idek bir nimasi yo'q. Ya'ni kelib uning kishilarning ko'ngildagi yomonligini yaxshilik o'zgartiradigan ajoyib iqtidori bor. Uzayr alayhissalomga ishongan ko'plagan mu'minlar uni izdigili ketibdi. Sen mi boramsan? Yo'q, bormayman. Men hargiz tijoratimni va ishimni badalsiz tashlab qo'ymayman. Sen-chi? Men cho'qim ular bilan birga bo'laman. Uni izlaydiganlar u yoq bu yoqqa menish uchun ot eshaklarga muhtoj bo'ladi. Bu degan mening tijoratimning yaxshi fursati. Qabristonlikni izlamsizlar? Hamma joyni izlashimiz kerak. Lekin kechida qabristonlikka kirish xatarlik ish. To'g'ri deysan. Chaqirib boqamiz. Mubod uxlab qolgan bo'lsa, uyg'unib qishimizga kelib qolar. Uzayr hazratlari! Uzayr! Allohning payg'ambari! Javob beradigan birasi yo'qmi? Ehtimal uning ma'mug'idek bir ish bo'lgan o'xshaydi. Undaqda u gapmi qilolmaydi. Vaqt isrof qilmanglar. U bu yerda emaskan. Mevla, boshqa yerni izlab boqaylik. Allohning payg'ambari Uzayrning yo'qolib ketganiga hashpash deguncha 40 yil o'tibdi. Kishilar uni tamoman unutib ketibdi. İsrail, sen texçi hayatmı? Xeyr qaşal. Bu çaqchaq qiladigan vaqt emas. Urush yopirilib kelyapti. Darhol boshqa yurtlarga qochaylik. Tez bo'l, jonni ep qochaylik. Shundaq, düşmanlar kafir, rayim shafqat deganni o'qimaydi. Ular bag'onlik yerda Tavrat tomlarini ko'ydiryapti. Qechishni qachongacha saqlaysan, ha? Kishilar safar uchun ot eshaklarga muhtoj bo'ladi. Shunga men qo'limdagi mollarni setib bo'lguncha mush yerda turishim kerak. Hay pixsiq, Buxtan asarning qilichi ostida o'lib ketsan juma, ha? Düşmanlar kaptu, tez qichinglar! Assalomu alaykum, o'g'lim. Cho'g'ana, bu yerdan kelsizlar. Bu saroyning egisi muhtojlarga bir narsa bermaydi. Mushu joyning asli egasiga Alloh rahmat qilsin. Anglasizlar, ana. Sizlar bu hikoyani ming qitim aytdilar. Bu joy Uzayr ismli bir payg'ambarninki edi. 100 yil ilgirki ishqi u. Nemishqa kelaverdilar. Yillar qanchalik o'tsin, yanada asqib qoladi, o'g'lim. Yaxshilik davom etadi. Sizlar oljib qolgan xotin-kallar. Neri kelsizlar? Nemishqa meni bu yerdan qo'g'laysan? Men Uzayr begimning qaytib kelishini saqlayman. Men faqat uningdan xotirjam bo'lib, u qaytib kelgan chog'da xizmatini qilsam-kan deyman.
Top doğru 100 yıldan keyin Allah'ның payg'ambari Uzayr qayta hayotlikka erishibdi. O oldida katta nurdan yoritilgan bir farishtani ko'ribdi. Farishta uningga Uzayr qanchalik uxlading debdi. Uzayr bir kun yoki yarim kun debdi. Farishta top doğru 100 yil turdi debdi. Uzayr eshikka qarag'ina o'ylanib baqdi. Uning suyak to'pisidan nima qilib qolgan? Ondan keyin Allohning o'liklarni hayotga qaytishga qanday buyuradiganligiga qara. Bu ish faqat bir buyruq bilan bo'ladi. To'pining to'pi bilan qanday harakatganligiga qara. Ondan keyin uning teri qanday kiygizilganligiga qara. Ey eshak, o'lguning 100 yil bo'lgandan keyin o'rningdan tur debdi. Baş ustiga ulug' farishta. Bu nima ish? Bizning o'lgunimizga 100 yil bo'lgan tursa, qandaqsiga xo'jayinimning tamig'i shu bitib turgandi. Buncha vaqtda mening jasadim tuproqqa aylanib ketgan, lekin shirni o'z bitib turibdi. Uzayr alayhissalom osmonga qarab, "Men Allohning har qanday ishga qodir ekanligini bildim" debdi. Bu bozorning shakli, uylarning qiyofati, kishilarning kiyimlari o'zgarib ketibdi. Faqat biz eshak ishkimizni o'z bitib turibdimiz. Nahuqa. Men hammal. Kechirgin. Seni tanımaydı ekanman. Meni qandaqsiga tonimaysan? Biz 100 yil ilgari uchrashqan-ku, ha? 100 yıl? Ben sana 100 yaş kirgende görünüp kaldım mı? Allah seni keçirsin. Afsus. Men tanıydigan Nahuqa ismli eshak deb o'ylab qopdim. To'xtab tur. Bu degan mening Allohning payg'ambari Uzayrning davrida yashagan momamning mo'misining ismi. Men Uzayrning eshigi. Men xo'jayinim bilan bundan 100 yil ilgari o'lib ketgan. Mana bugun qaytib tirildik. Nimishqa kulsan, Nahuqaning chavrisi. Sen galit xiyollarni qildikansan. Men ilgari bundaq chaqchaqchini anglab baxmagan. Bu degan haqiqat. Meni ishongin. Men 100 yil ilgari o'lib ketgan. Qayta hayotga qaytdim. Meni ishongin. Meni ishoninglar. Bu degan haqiqat. Voy esit sizlarga. Cho'ng ana, o'tinib qolay. Bu yerdan yer tursizlar. Menga azor bermisizlar. Men xo'jayinim Uzayrning uyining oldidan o'ssam, sana nima seni? O hozir xo'jayinlarning uyi emas. Uzayr bundan 100 yil ilgari o'lib ketgan. Kishilarmi uni unutib ketdi. Bu men biladigan puraqku. Go'yoki u onimning purig'ideklar. Bu eshak menga xo'jayinimning eshigini eslatyotidi. Qiliqlarim shu. Voy xudoyim, nima degan aram baxsh puroq bu. Go'yoki xo'jayinim oldimda turgandeklar. Allohning payg'ambari men Uzayr, Alloh meni 100 yil o'ldirib ondan qayta tirildirdi deb tabassum qildi. Onu ovozi. Lekin men qandoq jazm qila olayman? Ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Agar seni Allohning payg'ambari Uzayr bo'lsa, Allohga mening ko'zimni qaytarib berishga duo qilsin. Uzayr Allohga, ey Alloh, uning ko'zini qaytarib bergin deb duo qildi. Lekin o'zilik Allohga. Allohga shukr. Men sizlarga sizlarning qaytib kelganliklarini yetkazaman. Bu odamning ishongisi kelmaydigan bir ish. Yo'q. Uzayrning payg'ambar ekanligini unutma. Payg'ambarlarga mo'jizalar beriladi.
Onun zodi Uzayr ekanligini, Uzayrning qiyofatiga kirib olgan boshqa bir emasligini isbotlaydigan paket bormi? O heliqi qeyri ayolga duo qilib edi. Uning ko'zi ko'rdigan bo'ldi o. Bu yetarlik paket bo'lamaydi. Balkim u usta tevib yoki sergar bo'lib qolsa-chi. Ha? Oqsoqol, undaqda seni qanday qaraydilar, ha? Uzayir Tavrat taxtaylarının birini öydeki beğiği yoşurup koygan edi. Uni bizning buğularımız izdigen. Biz mi izdidik, lekin tapamadık. Mubada bu kişi Allah'ın peygamberi Uzayir bob kalsa, bizge şu Tavratni çıkarsın. Ha, mana bu yetarlik paket. Bu odam o'ltirib nima yezib otadi? Bu Tavratning yoshirib qo'yilgan nusxasiga o'xshaydigan Tavratni yezib otadi. Ben onunla işenç qilishga başladım. Biz Uzayrning Tavratni yodqi biladiganligini bilamiz. Bizni kechirsizlar Allohning payg'ambari. Biz asli sizlarga jazm qilishimiz kerak edi. Men onunla qilchimi sheh qilmadim. Tirgizalaydigan va o'ltiraladigan zot pokdir. Uzayr ajoyib mo'jizani beshidan o'tkazibdi. Ben Uzayrning eshigi. Bu mo'jiza menga yuz berdi. Menga ozroq diqqat qilib qo'yinglar. Begim turuvatidu. Tavratni yezib bo'lgan gap. Biz uning Tavratning taxtaylari ekanligini qanday taniymiz? To'g'ri gap. Oramizda Tavratni beradigan hech kim yo'q. To'xta. U ovi yo'g'on daraxtni ko'rsatib uning ostini ko'langlar. Bu Tavratning o'zi ekan. Shundoq. U bizning qalbimizdan ko'tarilib ketgan Tavratning o'zi ekan. Mubada Uzayr begim bo'lmagan bo'lsa, biz uni tanıy olmaydik. Bizni kechirsizlar Allohning payg'ambari. Bizni afv qilsinlar Allohning payg'ambari. Bizga nasihat qilsinlar. Uzayr bizning payg'ambarimiz. Men 100 yil o'lgandan keyin tirilsammi, menga ko'ngil bo'ladigan hech kim yo'q. Eshaklarga qilingan zulm emasmi? Oxiri kishilar Uzayrning Allohning payg'ambari ekanligini tanidi. Sen Allah'ın oğlu ne demekçima? Uzayr mı? Allah'ның oğlu? Sen çokum çaqçaq qılıvatsan. Ya, ben rastlavatımın hammal. Etrafımızda kişiler Uzayr'ni Allah'ın oğlu deyişivatıdı. Onun Allah'ın oğlu ekanliginin ispatı, onun yanıdan hayatlık qaytqanlığımış. O kishilar xotun balası yo'q. Yaki yigani Allah'ның qudretini ko'rish uchun qayta tirildirildi. Nimişki bunda açıklanırsan? Men xo'jayinim uchun azoblanyapman. O kishilarning ko'z oldida kofir bo'lishiga chidab turolmaydi. Bir umr qavmiga nasihat qildi. Ularga adab axloq va din o'rgatdi. Halbuki ular uning nasihatiga, ta'lim tarbiyalariga parvo qilmayotdi. Ular uningdan yuz o'rib, o'yin tomosha, so'd sitiq bilan o'tdi. Men buningga guvoh. Açıqını besval hamma. Qandaq besval alayman? Qandaq, ha? Allah meni kishilar uchun qudratining alomati qildi. Mening o'limim va tirilishim Allohning qudratining alomati. Kishilar bu alomatni ko'rib turib, o'zlari o'ydirgan yolg'onlarga ishondi. Allohning o'g'li yo'q. Bu o'ydirma va kufrlik. Bildingmi? Meni kechirgin. Sening açıqlanishingmi o'rinliq. Lekin men sening o'lib ketishingdan ansirayman. O'lim? O'lim asli rohat edi. Uzun, tinch uxlash edi. Uningda bundaq ko'ngilsizliklar yo'q edi. Hammal, nega borsan? O'lim shahriga, qabristonlikqa. Men ajlim to'shqaniga qadar shu yerdagi dalil pokitlarning yanida turaman. O yerdagi kishilar yolg'on deganni o'qimaydi. O yerdagi kishilar yolg'on deganni o'qimaydi.
yoki sen tom va o'gizlar yiqilib vayron bo'lgan xaroba shahar Baytul Muqaddasdan o'tgan kishi Uzayrning ahvolini uqmadingmi? U ajablanib, Alloh bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Alloh uni 100 yil o'lik altida turg'izib, ondan qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Alloh uningdan bu holat qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki yarim kun turdim dedi. Alloh undoq emas, sen to'liq 100 yil turding. Yemak ichmakinga qarag'in. U buzilmadi. Eshikingga qarag'in. Uning suvaklari chirib ketdi. Bu ishlar seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu suvaklarga qarag'inki, uni qandoq qurashtirdi ekanmiz. Ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Uzayrga hammish oydin bo'lgan chaqda u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. Shundoq qilib kishilar o'liklarning ko'z oldida tirildirilganligini ko'ribdi. Allohning payg'ambari Uzayr ularning qishig'i qaytib keldi. Ular zoya qilayotgan va amal qilishga sal qaragan Tavrotni qaytib keldi. Afsuski, ular mushuncha ko'p yaxshiliklarga parvo qilmay, to'xtamay yolg'on sapsatalarni to'qib, Uzayr Allohning o'g'li deydigan xurofotlarni jo'ylab yuribdi. Alloh uningdan naqadar ustundir. Natijada sening cho'ng buvang bir mo'jiza bo'ldi. Lekin aql egilaridan oz bir turkum kishilardan boshqalar uningga e'tibor bermabdi. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها.